Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizni kuzatib boring. Eri bilan umuman ishim yo'q deb hamma yoqda erimga namyob qilib jonga tegdi. Bu akalarni o'ynashi. Tog'ma-tog' yurganida kvartira o'ynashlarini olib yurganida erim esida yo'q edi. Endi mendan keyin erim esiga tushib qoldi. Allohdan so'ragan ikki tomon ota-onalarimizni oq fotihalari bilan mana go'zal tarzda nikohlariga olib, mana uylariga olib kirdilar. Bekorga Alloh mendagi blogerni bermadi erimga. Endiyam tuhmat yoki fisq fasod qilsa mediada oyisini ko'radi. Aslida otasini o'rdirgan oqpadarlar bu dunyoda va u dunyoda ko'rdir. Eshitdik, hozirgi o'ynashiniyam onasini xor qilib o'zga yurtga tashlab kelgan. Uyam oqpadar, haqiqiy ko'rlar bir-birini qorong'uda topdi o'ziyam. Xalq hali ko'p narsani bilmaydi. Men hali sabr kosam to'lyapti. Tinch qo'ysin. Meniyam, erimniyam har 2 kunda yozdi chizdi qilib ezvordi. Shoir Sharmandi degan ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Normatova. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.